Oq deputatlar Namangan viloyati kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda amalga oshirilayotgan ishlar, boshqa muhim masalalar ko'rib chiqildi. Hozir shu haqda. Sessiyada Namangan viloyatidagi hududlarni jadal kompleks rivojlantirish dasturi doirasida amalga oshiriladigan loyihalarni tasdiqlash va moliyalashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Namangan shahar atrofi va shaharlararo avtobus yo'nalishlarida xizmatlar ko'rsatish, O'zbekiston Ekologik partiyasi deputatlik guruh tomonidan kiritilgan viloyat hududida maishiy chiqindilarni to'plash, qabul qilish, saqlash va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash masalalari deputatlarning bahs-munozaralariga sabab bo'ldi. Shuningdek, hududlarni kompleks rivojlantirish uchun tanlab olingan shahar va tumanlarda amaliy chora-tadbirlarning bajarilishi, xususan Chortoq tumani Do'stlik mahallasi hududidagi 55 gektar maydonda turizm shaharchasini bunyod etish, Norin daryosi kaskadi qurilishi natijasida daryo qirg'oqlarida bo'shab qolgan 20 gektar maydonni qo'shib hisoblaganda jami 130 gektar yer maydonida ekologik turistik zona tashkil etish kabi yangi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha rejalar tasdiqlandi. Bugun deputat xalqni ichiga kiryapti. Bugun deputat xalq dardi bilan yashayapti. Mana shu aholida orasiga kirib o'rganishlar, ular bilan o'tkazilgan uchrashuvlar tufayli mana shu kun tartibimizdagi masalalar ochiq tan olish kerak, ko'payib ketyapti. Mana bugun ham ayniqsa budjetni ijrosi ustidan deputatlik nazorati bugungi kunda o'rganilyapti va deputatlarning o'zini pozitsiyasi bor. O'z pozitsiyasida shu mana moliya vakilligi ham savollarini berishyapti. Magistral elektr tarmoqlarini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish investitsiya loyihasi doirasida yuqori kuchlanishli podstansiyalarning taqsimlovchi tarmoqlarini modernizatsiya qilish loyihasi Energetika vazirligi tomonidan amalga oshirilishi va Jahon banki tomonidan moliyalashtirilishi rejalashtirilgan O'zbekistonda kichik gidroenergetikani rivojlantirish loyihasi konsepsiyasi to'g'risidagi masalalar ham muhokamalar markazida bo'ldi. Unga ko'ra, Namangan viloyatining Uchqo'rg'on, Kosonsoy tumanlaridagi kichik kanal va soylarda kelgusida 4 ta obyekt ishga tushirilishi hisobiga toza va ekologik energiya olish imkoniyatlari kengayishi alohida ta'kidlandi. Natijada 71 million kilovatt-soat energiya olish imkoniyati yaratiladi va 280 ming nafar aholining ehtiyojini qoplaydi. Deputatlik guruhlari hamda doimiy komissiyalarimiz tomonidan sessiyalar oralig'ida xalqimizni qiynab kelib turgan masalalarni 19 ta masala ko'rib chiqildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Elektr energiyasi masalasi hamda chiqindilarni olib chiqib ketish, shaharlararo aholining qatnashi, qulaylik yaratish masalalari, ayniqsa mana intensiv baliqchilik bo'yicha aholimiz o'sha ma'lum bir qatlamlariga sharoitlar yaratish, qo'shimcha imkoniyatlar bo'yicha mablag' ajratish masalalari bir dolzarb deb o'ylaymiz. Deputatlar sessiyada ko'rilgan masalalar yuzasidan qabul qilingan qarorlarni tasdiqladilar.